maftunkor, latofatli va sizning suyukli san'atkoringiz Malikaxonim Egamberdiyevani qarshi olamiz. Bayramga shukuh berish uchun bitta chiroyli qarsaklarni ayamaysizlar, g'ijduvonliklar. Bormisizlar bugun? O'zim kelganman, o'zimni ko'rsalaring bo'lmaydimi? Cheres telefon tomosha qilasizlar. Shuncha joydan keldinglar, erinmasdan. Ko'raylik shu san'atkorlarni. Bir mazza qilib eshitaylik deb cheres telefon tomosha qilasizlar, yana kulgisi kelsa kulmaydi, ekran qimirlab ketadi deb. Mana bolalarni qo'liga hozir telefonlarni berib qo'yapsizlar. Ovozi o'chsin, meni bezovta qilmasin. Men mazza qilib yashay deb telefonlarni berib qo'ygansizlar, lekin buni oqibatini o'ylamayapsizlar, o'rgilaysizlardan. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsiz xolajon, umringiz uzoq bo'lsin. Ha, o'rgilib ketay sizdan. Eringizga ko'p gap qaytargan ekansan, xola. Assalomu alaykum, umringiz uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling. Zakon akajon, o'zingiz qanday? Zakon nima? Joningiz omonsizmi? Bitta savol beraman, aka. Mana opa, onajon, bitta savol sizlarga. Nima uchun qaynota bilan kelin bir-biriga nisbatan mehrli bo'ladi? Bularning ikkalasini bir-biriga mehrli bo'lishini sababi nima? Biz kellasizlar aytdingiz. Yanga qanaqa meros emas. Qaynota bilan kelinni bir-biriga mehrli bo'lishini sababi ikkalasi ham bitta odamdan qo'rqadi. Qaynonadan qo'rqadi ona. Atrofimda go'zal janonlar, sevgi ishda kuyib yoniblar. Bilsam endi qara yaronlar, tojik qizlar sevib qolibman. Ey qara ko'z, sen kimning yorisan? Billarmisan, ko'nglim osorisan. Ey qara ko'z, sen kimning yorisan? Billarmisan, ko'nglim osorisan. Samarqand Buxoro qancha tosh bitikning o'yiq bag'ridan shoshga tengdosh